Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismning eng oxirida qizining rasmini tutib guvohlik berguvchi onaning hasratlariga tang o'rtoq bo'lgan edik. Endi davomini o'qiymiz. 2019-yili Londonga qancha qitim bordim. Bu qitim yana qaytib keldim. Xitoyning maktablarida bizga Qeri Jahongir Davlat deb o'gitib shakllantirgan obrazi bilan turk filmlarida afsonaviy suiqasd nazariyalariga ilhom bo'lgan bu davlat menga yot ham tunish bilindi. Safarlarimni sotsial mediada aptapqa silish havisim bo'lmaganligi uchun men eng so'ygan Uyg'urlar bilan uchrashishdan ba'zida o'zimni tortib qolatdim. Chunki bu dardman millatimning kishilarining qismatli kechirmishlarini ko'p angladim. Yuragim tilg'andi, ko'zlarimda yosh qurdi. Amdilikda qalbim tasalliga qag'jirawatgan edi. Kishilarning men to'g'riliq to'qigan turli rivoyatlari ba'zida kulkamni qistisa, ba'zida charchagan nervlarimni beorom qilib, irodamni bo'shashtirib qo'yatdi. Ammo besilgan musofa, echilgan eshiklar menga tasalli bo'latdi. O'zimga bo'lgan ishonchimni oshiratdi. Shu xil hissiyotimni kishilarga tushuntirishga urinishga petin olmaydigan bo'lib qolgan edim. Allah ko'tarolmaydiganga solmaydi deb tasalli beratdim uzun duolardan keyin. Meni tutib turayotgani Allohga bo'lgan e'tiqodim, Allohga bo'lgan qo'rqinchim edi. Bu yo'ldan yenish bizni imondan chiqaradi. Ming yillik islom ummati bo'lgan Uyg'urlarga qilayotgan bu xizmatlar eng cho'ng ibodatlarning biri sanaladigan ibodatlarning biri. Uningdan yenish bizni imondan chiqardi. Allah bizni undaq ozg'unlik va ojizlardan saqlasin degan edi menga Ubul Qosim apandim. Finlandiyada yillardan buyon o'zi yolg'iz degudek tashkilotchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bu akamizdan. Hacim aka, millatim deb hamma yuraklarini sug'urib bersilmi, bundaq ishlar bo'lsa, qandaqmi shuncha yillarda buyon yonmay davomlashtirgandilar deb so'rag'animda. Allah yo'lingizni ochiq qilsin, yaxshi ishlarni qilyapsiz deb menga ko'p duo qiladi. Hayot hikoyalari bilan vatanparvarlikning nimaligini tushunishimga sabab bo'lgan biri bo'lgan bu oddiy ammo irodalik inson. Ishlar echilayotganda qiladi. Balkim mendan burunmi Uyg'urlar bu yerda o'tirib baqqan bo'lishi mumkin. Qachondan qolganligi aniq bo'lmagan xurum safada toshmashda kuyayotgan qarg'ayning ko'tikiga qarab o'tiraman. Istakandagi qizil choyning hidi Uyg'urning chiyidek xushpuroq bo'lmasmi, erkinlikning hidini hidlab cho'ng bo'lganlarning tuyg'ulariga moslashtirilgan edi. Uyg'urning nimasini kim o'ylaydi? Uyg'ur xuddi mahalladagi to'y so'rindagi yetim bola o'xshaydi. Barliqini hamma odam ko'rib turdi, ammo hech kim poloning go'shlik va qoqliq yeridan elib, uningga balam, maningda yevolg'in deb o'choqning yiniga o'ltirg'izib o'g'irliqcha beqib qo'ymaydi. Kechiring, men sizning tilingizda qandoq gap qilsam sizning salohiyatingizga mos gap qilganlik bo'lganligini bilib ketmayman. Tehlimakanning qirlaridagi bo'stonliqda odul gap qilib cho'ng bo'lib qoptiman. Uning ustiga tilda marhamat degan so'z bo'lmagan Finlandiyaning vatandishiman. Shunga hurmatsizlik qilib qo'ysam xafa bo'lib ketmisingiz deb boshladim gapimni bir hazo ahvollashgandan keyin. Qani marhamat, qulug'im sizda deb javob berdi. 2 romka ishgandan keyin salofat so'ltini azroq yo'qotgan bu janob. Uyg'urlar orasida dunyoning mushundaq kishilarning qo'lda piqiravatganligi haqida rivoyatlar ko'p aytiladi. Nimishqikin, men ularning so'ltiga ibodat qilib ketmaydim. Rostimni desam, hammasiga egilishib farzak bo'lib qolgan notivan bir millatning o'g'li bo'lganligim uchun unda qilish menga texmo har keladi. Yusuf Xos Hojibning avlodi bo'lganligim uchun emas, yoki qandaqdir shahoniy muhtasham tarixning sohibi bo'lgan millatning pushti bo'lganligimdimi emas, balki amdi yo'qotadigan hech nimasi qolmagan bir to'plumning yakkiligi bo'lganligim uchun janoblarning hayvisidan urkib ketmaydim. Unda qilishimningmi hech nimaga foydasi bo'lmaydi.
Balkim bu o'rinda insoniyat tarixiga yozilgan qaysidir janoblar putlarini almab qo'yib o'ltirib, tamakisini sho'rab o'ltirg'ach, qandaqdir buyuk ishlarning maslahatini qilishib, qandaqdir buyuk planlarni qilishgan, qarorlarni elishgan bo'lishi mumkin. Uyg'urga xos menmanchiligim bilan menmu ko'nirgan xurumsafaga yulinib o'ltirdim. Putumni yinimda putini almab qo'yib o'ltirgan bu janobga o'xshash almab qo'yib o'ltirib so'zimni davom qildim. Uyg'urning amdi yo'qilgan narsasi qolmadi. Madaniyat yoki boylik deganlarni o'ylashga cho'limiz yo'q. Bizning xalqimiz hozir jon qayg'usida qoldi. Shunga bizda shon shuhrat qayg'usi bor. Na nomus cheklimisi. Men Uyg'urlar saylab chiqqan vakil emas yoki vakillik organlarining beshi emas. Men faqat jon qayg'usida qolgan bir millatning ochiq yomon o'g'li. Shunga diplomatik gaplarni bu yerga so'rab kirishimning hojati yo'q deb o'ylayman. Biz hozir insoniyat azaldan duchor bo'lib boqmagan bir razil kuch bilan qarshilashyapmiz. Xuddi muqaddas kitobda deyilgandek, daraxtning yaxshisini uning mevasidan bilib olamiz. Xitoy hukumatidan bir yaxshi meva tushib boqmadi. Uning hozir sening davlatingga va boshqalarga boylik berilishi xuddi Isoning 40 kun ro'zasidan keyin buyuk ibodatxonning o'g'isida shaytonning siniqidan o'tganligiga o'xshaydi. Shayton Isoga "Sana boylik beray, mansabdor qilay, bu yo'lingdan voz kech" degan edi. Ammo u hammani rad qildi. Tangrini sinashni emas, balki sadoqatni tanladi. Hozir sizlarning oldinglarga shundoq tanlash kelyotidi. Uyg'ur xuddi Davudning qo'lidagi qalqonga o'xshaydi. Qalqonsiz Davud o'lmaydi. Ammo qalqonlikning nayzisiga maydisini hech qanday dubulga Savudning qo'g'dishisiz tik qilgan bo'ladi. Chunki Uyg'urlarga kelayotgan bu zulm Xitoyning mustamlika zaminini o'z tuproqiga aylantirish planining eng oxirgi bosqichi. Strategik o'rni eng muhim jo'g'rafiyalardan biri bo'lgan Uyg'urlarning ota miros tuprog'i Uyg'ur sizlantirilgandan keyin Xitoy ichki qismidagi eng cho'ng xiristdan qutulgan bo'ladi. Balkim gullangan bir Xitoyning sizlarga bakrak foydasi borligini o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Ammo Tangriga ishonmaydigan bir hukumatning Xristosning yo'lida mengayotgan taqvodorlarni, xuddi Petrni, Pavlusni, Yahyoni sulg'andek qorong'u zindonlarga tashlayotganligini unutmang. Uyg'urlar Masihga siz e'tiqod qilgandek e'tiqod qilmasimi, ammo o'zini Ibrohimning millati deb tuniydigan bir xudoga ishonadigan Uyg'urlar sizlar uchun Tangri tarafidan berilgan shafoat. Chunki Uyg'urning beshidan o'tkazganlari razillik bilan yaxshilikning orasidagi fasilni ko'rib mumkin qiladi. Uyg'ur sizlarga razilni to'sishning fursati. Xitoy buyuk, ammo Musa Bani Isroilni boshlab va'da qilingan zaminga kelganda Bani Isroilmu etizlari mo'l, taomlari egiz, qononliqlardan qo'rqqan edi. Ular dengizni yerib o'tishdek mo'jizalarga shohid bo'lgan turib, Sinay cho'lida tovlangan turib qo'rqqan edi. Bani Isroilni Musa emas, balki Joshua qeyrib qolganda Qononga boshlab kirdi. Endi qo'rqinch Uyg'urni halokatga boshlasa, sizni sharifing'iz bilan yashashdan mahrum qiladi. Xitoy o'zidan ojizlarni hurmat qilishni bilmaydi. Chunki u o'zining ustida dunyoni 6 kunda yaratgan bir Tangrining borligiga ishonmaydi, dedim. Uning ko'zining ichiga qarab turib, meni tunishtirgan kishi bu zotning taqvo xristian mo'rti ekanligini, yoshqa cho'ng bo'lgan siri duo ibodatda ko'p bo'ldigan bo'lib qolganligini aytib, meni gap so'zda diqqat qilishga eskartgan edi. Tavratdan va Injildan misollarni keltirib so'zlagan so'zlarim uni hayron qoldirgan, uningga ta'sir qilganda qiladi. Ammo yuragining bir yerlaridan mening uning e'tiqod qilgan dinining kitobidan misollarni ilib so'zlashimga bo'lgan tirkishishni his qilayotgan edi. Chunki butun dunyoga xristian e'tiqodini tarqatishda avangard bo'lgan Angliyadek bir davlatning obrazliq arbobi bo'lgan bu kishining ming yillab tirkishib kelayotgan musulmonlar tuproqi bo'lgan taklimakonning girvaklaridan kelgan birining og'zidan bularni anglashi uni cho'chitgan edi. U stakandagi sharobini bir o'tlab etib oldirmay so'z boshladi. Xalmurod, g'azablanish va nafrat Tangridan emas, shaytondan keladi, dedi. U musulmonlarga qarta shakllanib bo'lgan betaraflama qarashlari bilan meni nafrat qilguvchi, g'azablanguchi deb hukm qilayotgan edi. Janoblari,
Hüküm qılmаңlar, sizlərmi şundaq hükümlىنىسizlər, dedim, İncildəki sözünü ariyat qılıb. G'azab emas, balki g'azabni yengguchi mehr muhabbatning nimaligini eslatkim keldi. Yodingizmi, bir Yahudi savdogar bulangandan keyin qattiq dombalanib, yetib qolgan edi. Bir robba yo'ldan o'tdi, uningga qarab qo'yib dojib o'tib ketdi. Bir samariylik keldi, uni ilib uyiga opirib jarohatini davoladi. Ayso Masih so'radi: "Kim u?" Yahudi savdogarning qo'shnisi. Hürmetke sazavar dindar Rabbaymı yoki dinsiz deb qaralgan samariylikmi? Uyg'urlar hozir shu yetib qolgan savdogarga o'xshaymiz. Bizga samariylik qo'shnimiz lozim, dedim gapimga ulabla. Bu zot ko'zimning cho'nqiriga qarab, mendan nimalarnidir izlagandek qilyotdi. Uning kalasida savollar cho'rgilmoqda. Xuddi mening kallamda istaklar quyun hosil qilganiga o'xshash. Shu tariqada Uyg'urlar haqida, tarix va kelgusi mumkinchiliklar haqida uzoq mungdashdik. Buningga o'xshash kishilar haqida garchi Uyg'urlarda moda bo'layotgan rivoyatlarga ishonmasammi, shu rivoyatlarning rost bo'lishini, mushundaq dialoglar va mungdashishlar orqali mo'jizadek o'zgarishning yuz berib, ahu zarda bizga talmurib nijotlik tilavatgan millionlagan Uyg'urimning, qoziqimning va boshqa qarindoshlarimning erkinlikka chiqishini, hatto davlatsiz Uyg'urning birdilla davlatlik bo'lib qilishini orzu qilatdim. Birdan-bir Rabbim Allah, bizga shundoq mo'jizalarni pat yaqinda nisib qilishingizni chin dilimdan tilayman. Kech kuzning g'azonlarga to'lgan ko'chasida patqa qarab yayoq mangdim. Esil zotning hinidan chiqib, o'zimni dunyoning realligiga cho'rib tashashga majbur edim. Rahmatlik dadam bilan shundoq mungdashatdik. Manga Hamdul buvamning, Qodir buvamning hikoyalarini aytib beradi. Bovularimning ismini hikoyalarga singdirib manga chandurmay yodlatqusatdi. Üzüm barıngının ostida o'tirib, tuluq yostiqqa yo'linib hikoya aytib berayotgan dadam, atamning otasi rahmatlikning bir shilling üzümni qo'liga elib olib, faxrlanib hikoya aytib berishini anglaytdim. Hikoyasining orliqida yuziga qo'nib olgan chivinni qo'riydi. Kigizga qo'nib olsa shaplaqlab turib to'pa chiqirib etadi. Shu chaqlarda kulib ketatdim. Xuddi Hamdul buvamning etining tuvoqlaridan ko'tarilgan to'pa tutunlarni ko'rgandekla. Mashina bizni Shvetsiya tuzlanligidan o'tib, Norvegiya tog'laridan halqib, Oslo shahriga ilib keldi. Osloga kiradigan yerga Norvegiyadagi Uyg'ur yoshlar bizni qarshi olg'ili chiqdi. Ko'rishib boqmagan, ammo tunish chiroylar, eng muhimi tunish yuraklarga uchrashdik. Jazo lagerlari chet eldagi ko'chmanlik hayotida oilasidagilar bilan bo'lgan aloqasi uzilib, umidsizlangan Uyg'urlarni birlashtirgan, qalblarini tutashtirgan edi. Mayli sukutda turganlar bo'lsin, yoki Allohga tavakkul qilib bir sababini qilib beqishni tanlaganlar bo'lsin, hammasining yuragida o'xshash azoblar quturgan, o'xshash andishlar chulg'igan, o'xshash intilishlar uyg'ongan edi. Mayli sukutdagilar bo'lsin yoki harakat qilayotganlar bo'lsin, bir chiqish yo'lining bo'lishini umid qiladi. Bizga mustaqillikdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Mustaqillikni demay turib ish qilganlarning hammasi munofiq, deb to'layotgan shuarlar Uyg'urlar orasida bilib bilmay shundaq o'lchamlarda ishlarni va insonlarni baholashga aylanmoqda edi. Tafakkurdagi chuvalchaqlik, nishonning mujmalligi, tengirqashni Uyg'urlarning hammasiga o'rtaq bo'lgan shundaq orzular orqali to'liqlashga tirishayotgan edi. Ammo mustaqillikning yo'l xaritasi hech kimning qalasida aniq emas. Siyosiy harakatlar texi sistemlashmagan edi. Xalmurat faqat ota-onasining davosini qilyotidi. Bundaq qilishi xato. U vatan mustaqillik haqida so'zlamaydi, deb meni tanqid qilish sadolari chiqishga boshladi. Ularning o'lchimini tushunolmagan, ular davatgan qarshilikning qandaq bir qarshilik ekanligi haqida fikrlarim mujmal edi. Shundaq vaqtlarning birida shundaq tanqid qilayotganlarning biri bilan mungdashish fursati bo'ldi. Meni tanqid qilishingizda balkim biror o'lcham bo'lishi mumkin. Faqatla mening qilgan ishlarimning xatoligini o'ttirib qo'ydingiz. Ammo nimaning to'g'ri harakat ekanligini texi demedingiz. Bu menga faqat tanqid qilish uchunla tanqid qilgandek bilindi, dedim uning bo'lgan norozilik kayfiyatimni yushirishga tirishgan bo'lsam-mu, faqatla qisman yushira olmagan kayfiyatda. Men asossiz tanqidning yoki fikrlarning hech qanday bir ijobiy ilgirlashga ilib bormaydiganligiga,
Xuddi kommunistlarning tanqid madaniyatining bizga qoldirgan ta'sirining davomi qatorida faqatla tanqid qilish uchun tanqid qilish ekanligidan gumon qilatdim. Agar birisining qilgan ishi yoki so'zining xatoligini tanqid qilsang, uning nima uchun xato ekanligini, qanday qilganda to'g'ri bo'lganligini bilmasang, u chaqda u tanqid bo'lmaydi. Faqatla qarshilik hissiyotingni ifodalash bo'ladi. Qarshilik hissiyotining sababi nurg'un bo'ladi. Ba'zida hasad bo'ladi, ba'zida manfaat bo'ladi. Degan edi otam men bilan birga Turpandagi xalq maydonining yindiki so'g'oq ichimliklar sotadigan ko'chadagi bir ustalning cho'risida o'tirib so'g'oq ichimlik ichgash. Mening maktabda bo'layotgan ishlarga bo'lgan noroziligimni ifodalaganligimni anglab, har kuni atdigan qopib muzokara qilamiz. Muzokara degan bilan shu kitobni qo'yamiz. Topshiriq ishlaymiz. Ikki odamning bir yerga kelib masalalar ustida gaplashganini ko'rgil bo'lmaydi. Tartibni saqlash kerak deb ovoz chiqarmasligimizni deydi, deb muzokara soati haqida qaqshidim. Muzokara soati degan nomni qo'yib olgan bilan ikki odamning bir yerga kelib birlikda masalalarni analiz qilishni cheklaydigan tartibga bo'lgan qarshiligimni izhor qilib, Xolmurod, gap qilishmanglar, muzokara vaqtida sukutni saqlash kerak, degan edi. Atdiganda uchuq tumurga tekkidek talaffuzda sinf mas'ulimiz olim muallim. To'liq o'ttirdiki bu sinf mas'ulim Qashqari pedagogika maktabini bitkizgan Xitoy tili o'qituvchisi edi. Uning chichi yo'q ishidan mingisining qitig'ini ko'rgil bo'ladi deb chaqchaq qilishatdiq. U bizga Xitoy tili dars bergicha Xitoy madaniyatining naqadar cho'nqurligini madhiyalab kessa, uningda qiltiriqdek milliy g'ururi yo'qmidi deb gumon qilatdim. Qandaqdir barliq noroziligimni shu qitim portlab chiqqandek ifodalab oldim. Uyg'urchada muzokara deganlik so'zlashib, fikr almashtirib, munozara qilish, mulohiza qilish uchun o'xshamagan fikrlarni to'plash deganlik. Bilmadim, muzokara soati deb turib nimishqa gaplashgil qo'ymaydikin, dedim uningga talaffuzimni yenik chiqarishga tirishib. Uyg'urcha tafakkuri bilan Xitoycha tafakkurining farqi mush yerda. Uyg'urchada muzokara soati deganlik xato. Xitoychada buni zishi vaqti deydi. Ya'ni o'zligidan o'g'inish vaqti deganlik. Shunga buningdan hamma narsa Xitoycha bo'lsin. Bo'lmasa gangirab qoldi ekansan, deb menga raddiya berdi. Sinfga davomli kirayotgan savodoshlarimga yo'l bo'shatib bergach, eshikda tura olmay mening yonimga kelgach. Olim muallim kulimsirabla turadi. Men burun ko'rgan muallimlarga o'xshash oson ochiqlanib bizga ochiqini chiqarmaydi. Uning aksicha to'liqsiz o'ttirda Turpan shaharlik 5-o'ttir maktabdagi sinf mas'ulim Asqar muallimni ustishga tayyor turgan bo'qiga o'xshatishga bo'ladi. Ammo hammamiz uni yaxshi ko'ratdik. Uni o'zimizning aksidek ko'ratdik. U biz uchun boshqalar oldida tik tura oladi. Bizni qo'g'daydi. Kuz bo'lganda maktab bizni tek ko'mishga o'rinlashtiradi. U boshqalar bilan qizdirishib yurib, eng oson yerlarni bizga ilib beradi. Tushlik tomoq berilgandimi bizning sinfdagilar eng avval yeytdik. Maktabda har hafta bir cho'ng tozliq bo'ladi. Yo'llarni, maydonlarni tozalaytdik. Shundaq vaqtlarda bizga suv eng yaqin yerni ilib beradi. Biz eng burun tozalab bo'latdik. Bir sinfdala Farhod ismli savodishimizdala 3 bor edi. Ularning ichida oq seriq kelgan biri Asqar muallimning doim tanqidlashiga uchraydi. U sinfga doim kechikib kiradi. Shundaq voqealarning bir qitimligini deb beray. Bir qitim Asqar muallim: "Ey povoy, sen yan kechikibsan-go, seni endi qanday qilamiz?" deb uning quloqidan tortib, munbarning yindagi tozliq qurollarini qo'ydigan yerning oldiga tortib keldi. "Voy attam, o burada qo'ng'iroq bo'lsa, muallim, anglamsam ya?" deb qo'rqinish talaffuzda javob berdi. Uning chiroyining o'zgarganligi quloqining tortilganligidan bo'lgan og'riqdan bo'lsa kerak. "Ey go'y, sen yan tamak chekibsan-go, puraydi-go, ocha og'zingni", dedi muallim uning quloqini qo'yib etib. Muallim ana qilmislera, atdiganda non bilan samsoq yegan, deb og'zini qo'li bilan etib oldi Farhod. Ular xuddi o'yin qo'yayotgandek, biz xuddi qizqaliq epizod ko'rayotgandek kulishib ketdik. Asqar muallim uning patangiga bo'sh shaplaqlab urib, "Menga berib o'ltir, yeningdagidan yiroq turjimi? Zaharli gazdan qallisi do'tlishib dars anglay olmasa jajongni beraman", deb kulib qo'ydi. Balkim o'zining shundoq vaqtlari yodiga kelgan bo'lsa kerak, yoki uningga kapsiz uqsiga qaraganda qaragan bo'lsa kerak.
Meyli u bizni tanqid qilsin, hatto bizga ochiqlansin, uning bizga bo'lgan akalarcha muhabbatini his qilib turatdik. Voy muallim, bu guyimi chekkan, hech nim bo'lmaydi, deb bishini to'sib eng oxirgi raddiki o'rniga yugurdi Farhod. Asqar muallim bo'rini itib uning beshiga tekkizib, og'rib ketmagandu, deb bir qarab qo'yib jazmlashtirgandan keyin biz bilan kulishib kulib ketdi. Askar bo'lgan bo'lsang, mauning bilan birga berib markasini ko'ratding, deb kulkisini davomlashtirdi muallim. U gap bilan kulkimiz texmo bek ko'tarilib, sho'xroq bolalar ustalni urib olqishlashga boshladi. Hey Asqar, algebrada kulgidek nim dars bor. Menga deb bering-a. Maktabni beshinglarga kiydinglar-ku, deb Asqar muallimga ochiqnishqa petanolmay, kulimsirab turib noroziligini ifodaladi. Uduldagi sinfda adabiyot darsi berayotgan adabiyot o'qituvchimiz Fatugul muallim. Sinfning eshigini qiya ichib sinfga yerim badan kirib turib. Turpanning yezining issiqida panjiralari uzum baranglari bar hovlisiga qarab turadigan sinfdagi shu vaqtlar qoldirgan asmlarni pat-pat eslab qolaman. Shu vaqtlar bizga nimaning qarindoshlik muhabbati ekanligini o'rgatgan. Savodashlar orasida qarindoshlik muhabbatini o'yg'atgan edi. Ammo tajriba o'tirda o'qiganda undaq bir hissiyot, undaq tuyg'ulardan suv salda yashadik. Uyg'urlikdan yiroqlashtirishni maqsad qilgan ma'arif bizning uyg'urlik hislarimizni o'ltirish uchun loyihalangan ekan. Hammani chaqchaqqa aylantira oladigan, har qanday eg'ir yoki kulfatli ishlar orasidami kula oladigan milliy xarakterimiz bizning birligimizning markazga tortish kuchlarining biri ekan. Shunglashqimi vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlarning vatandagi do'st yoronlarini seg'inish, shundaq chaqchaq so'rinlarini seg'inishi bizning vatanga bo'lgan seg'inishimizning eng muhim salmoqlarining biri ekan. Mustaqillikni ko'zlamay turib qilgan har qanday ish bizning vatan mustaqilligiga bo'lgan qarshilik harakatimizning nishondan adashtirishidir. Xitoylarga ota-onamni qo'yib deyishing, Xitoy davlatini e'tirof qilganlik. Biz uni e'tirof qilmaymiz. Bizning davlatimizni ular besib olgan. Biz shu besib olgan davlatimizni asliga keltirish uchun kurash qilishimiz kerak, deb yod bo'lib ketgan so'zni takrorladi mendan nafratlangandek, yirgangandek talaffuzda. Uning qalbidagi bu qadar nafratning, bu qadar kibrning qayerdan kelganligini bilmaydim. Uning hech qanday texnikalik asosi bo'lmagan, aniq harakat plani yoki strategik qadam bosqichlari bo'lmagan, istaklar va tuyg'ularni asos qilgan o'lchimini tushunolmayotgan edim. Xo'sh, qulqum sizda, ta'lim bergaysiz, dedim, o'zimning uning menga sababsiz nafratlanishiga bo'lgan norozilik kayfiyatimni yoshirishga tirishib. Biz mustaqillik irodamizda ching tursaqla, bizni qo'llaydigan kuchlar biz bilan ittifoqlashidi, dedi u mening savolimdan bizar bo'lganligini yoshira olmay. Undaqda harakat planlari, qadam bosqichlari-chi, kimlar bizni qo'llashi mumkin? Ittifoqdoshlarning bizni tanlashdagi sababi nima bo'lishi mumkin? Deb qaytalab so'radim. Uning kayfiyatiga baxmay. Uning menga tamg'a besib bo'lganligini, mayli nimani qilay, uning o'zi tasavvur qilib olgan pokisiz asoslari orqali menga qarshi hissiyotini yengolmaydiganligiga ishongan edim. Olg'uyning o'stingini loyihlaganimda hammasi menga qarshi chiqaydi. Tuvayindan yo'qayniga, tuvan iqimdan yuqori iqimga demakchi. Suv oqmaydi deb turib olgan. Xixay Daysho'dan kelganlar bilan kelgan Xitoy askar boshlig'i menga takti silib, "Qo'pur, agar sen degandek bo'lmay qolsa, seni naq maydonda etib o'taman", deb qurolni chiqarib meni qo'rqitmoqchi bo'lgan edi. Qurilishga ishligili kelgan dehqonlar, "Qo'pur nimdisi shu? Suni tuvayindan yo'qaynoq oqidi degan bo'lsa oqidi. Yerdan osmonga oqidi desimi oqidi. Bu ishqa qo'pur bosh bo'lmasa biz ishlamaymiz", deb ketman gurjakni ko'tarib, meni tutmoqchi bo'lganlarni miltiqlari bilan to'sib olgan 90lik ming-minglarning orqada turgan edi, deb faxrlanib so'zlab beradi dadam rahmatlik. 90ning olg'uydan 90ga eqib keldigan o'stangni loyihilab qurilish beshida turgan vaqtlarini so'zlab. 90ga borganlar olg'uydagi kona tosh o'stangdagi suvning qarmoqqa, tovandan yuqoriga eqib ketayotganligini ko'rib, uni mo'jiza deb qoladi.
1997-yili 90ga kelkun kelgandan keyin 90ga oqadigan asosliq suv yangi ochilgan kanaldan oqadigan bo'lgan bo'lsa-mu, nurg'un kishilarning aslimisida dadam loyihalagan o'stangning mo'jizasi xotirlanadi. Hamma yerni o'lchab boqqan, qarasam do'ng ko'ringan yer amaliyotda yontu tuvanga qarab mong'an ekan. Uni ko'zda ko'rganda turgan yering yontu bo'lg'ashqa, u yer yuqoriga qarab ketganda ko'rindigan. Jungsanfuni qaturib kiyib po'chi kelgan mutaxassislar mening shundoq yerga o'stang chapmoqchi bo'lganligimni bilib, bizga bergan simotlarni bermaydigan bo'lib ketgan. To'lqin shu vaqtlarda gaz mashina haydaydigan, Sovetning mashinasi edi. Badonlari yog'ochdan yasalgan, shu vaqtlarda shunda hayvat ko'rindigan. Shu mashina bilan eshak harullarida haq toshlarni akeldirib, tosh ko'ydirib, simotni o'zimiz yasag'aydik. Deb hikoyasini so'zlab shu yerlarga kelganda hayajonlanib, tuluq yostiqqa yulinib o'tirgan holatini o'zgartib, badashqon qurib o'tirib, yiniga qo'yib qo'ygan chinidagi qiniq choydan bir o'tlab etib so'zini davom qiladi dadam rahmatlik. O'choqlarda yov o'chka, tika marallar kengchilik edi. Ming-minglarda qurol bor edi. Bizdimi bor edi. Menmu 5 atar miltiqimni ilib kashqurun bo'lganda yoki atis atdiganda ishqarga chiqadigan, o'chka atalmagan kunlarimiz to'shqan etib keladigan. Olg'uyning ko'liga berib biliq ilib keladigan bichar dehqonlar uydimu undaq narsa yeyolmaydi deydi dadam. Qancha 100 kishining hasharga kelib o'stang chepiyotganda ular bilan o'lab kelgan ne'matlarini ham baharlanib, kechalari do'ttar tambullarning tangishida mashrablarni qilib o'tkazgan kunlarini eslab. Kantolar kundi ko'shab ishlaydi ekan, kunduzi uxlaydi ekan, attigan bilan kashquruli ishlaydi ekan, oqshimi naqsh etib o'ynaydi ekan, deb arz qilgan Xitoyning qurilish atritidagilar. Jang Kejang deb bir Xitoy bor edi. U Uyg'urcha bildigan yerlik Xitoy edi. Biz o'ltasak yinimizga kelib billa o'tirdigan. Shu Xitoy, diqqat qil, bizninkilarning xuyi yomon degan edi. Bari deb bir yetim bo'ldigan, keyin tosh besilib tugab ketdi. Obda yetim edi. Ey Xitoy, sizlarninkilar go'sht yesa ichi surib ko'zi lolayib qoldigan tursa, bu yer degan bizning kim qo'yibdi o lolaylarga bizga qo'l silishni? To'la achchig'ini keltirmisin. G'upurning bir tal qilg'a tegib qo'ysin qani. Minbinglar bilan bostirib berib, onumanisini ko'rsatib qo'yman, deb qo'rqitib qo'ygan, deb kulib ketadi dadam rahmatlik maqtinib turib. U chaqda u yetimlarmi bir ko'ribla g'upurqa, mishayda rostla suv yuqurga oqamdi, deb ishonmagan. Xivr hojim deb bir odam bor edi, o'qib bizga shu ketmanning sapqini tutilganini taqdir qilibdi-ekan, g'upur bo'ludi desa shu bo'ludi. Sen bilan menda qora turklarga tushundirib bo'lolmaydigan yerlar bordi. Mushu bo'ludi desa, mushning hindi turayli. Bo'lmasa Xitoyni akab bersa, o'ltirdigan ish bo'ludi. Deb men qarshi chiqqanlar bosqan, men ularga bo'lmasa men ega hamma javobgarlikni o'zim ustimga olaman deb maydam ursam hammasi xotirjam bo'lgan, deb ishtiniga chaplashib olgan kigizning qillarini alqanlari bilan supurib qo'yatdi dadam. Ishni planliq puxta qil, bosh oyoqini bilib qil, obdan kuzatib ish qilayotganligini bilibli qilsang, qolg'ini pichoq moy kesgandekli bo'ludi, deb nasihat qilgan edi dadam rahmatlik. Arqa hovlidagi üzümni o'zim yolg'iz kumiman deb turib olgan vaqtimda. Hey, bu kichik tursa, barandin yiqil ketmamdi. Ara ayvogan shoxlarni ushti qo'ysa, qoqshab dars o'tsa yana, meni demidi demay jumo, deb noroziligini bildirgan edi anam rahmatlik turpanning kuzlik kavusda manta tukkash. Ularning shundaq tortishishlari, mungdishishlari balaliq asmamdagi eng go'zal manzaralar edi. Shu chaqda üzüm kumush plani haqida dadam rahmatlik bilan xuddi buyuk bir ishning planini qilgandek tafsili mungdashqa edim. Baranga qandaq chiqish, baranga bog'langan shoxlarni qandaq bo'shitish, qandaq shoxlarni putash, takni barangdan qandaq tushirish, qandaq yo'gash, qandaq to'pa tortish degandeklar haqida shundaq tafsili planlashqa edik. Üzümni kumush jarayonida dadam rahmatlik meni kuzatib turgan edi. Oldin planlarni puxta qilib olg'ashqimi, o'zim yolg'iz bo'lsammi, yolg'iz odamning takni yo'gash,
kumush jarayonida bo'ladigan ishlarni oldin deyishib olgan. Mumkinchiliklarga oldin planlarni tuzganligimiz uchun qiynalsammu gangirmay uni tamomlagan edim. Bilakchil cho'ng bekitdi, qarang bu Xalmurod bolam. Oqidagi takni o'z yolg'izi ko'mivatdi. Bilakli aptik ish qildi dodisidekla, deb meni qo'shnilarga xeyli vaqtlargacha maqtab bergan edi onam rahmatlik. Üzüm şaxlardım murakkab munosabatlar, baranga chigilgan chigishlardimi murakkab chigishlar va takni yo'gab ko'mishdimi ortiq sabr talab qilgan bosqichlarni besishga to'g'ri keladigan mustaqillik yo'lining faqatla hissiyotlik shuarlar bilanla amalga oshmaydiganligini bilatdim. Undaq bosqichlarni Uyg'urlarning bisib bulolishiga bo'lgan saposiga va birligiga bo'lgan gumonim mening ilgirki sukutlarimga sabab qilib o'zimga tasalli bergan omillarning biri edi. Uyg'urlarning mustaqilligini tema qilgan siyosiy harakatlarning ojiz bo'lishidagi asosiy sabablar aqliy va iqtisodiy mumkinchiliklarning cheklik bo'lishidan sirt yana Uyg'urlardagi shundaq bir natijaga bo'lgan ishonchning kamchilligi ekanligini jamiyat tekshirish jarayonida texmu his qilgan edim. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargish bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.